Nega sajdada ikkita sajda qilinadi? Rukuda bitta ruku qildik, to'g'rimi namozda? Qaysi bir namoz bormi ikkita rukulik? Qarang, aynan 5 vaqt namozimizdagi sunnat nafillarda ham hammasida nima qildik? Bir ruku, ikkita sajda qildik. Sajdani hikmati nima deyilgan paytda biling. Sajdani hikmati bu shaytonni yana achchig'ini chiqarib, uni g'azablantirish. Shaytonni yana xafa qilish. Uni tiriklayiga oqish. Nega? Shayton amr qilindi, buyurildi sajdaga. Fa'aba. Va u bo'yin tovladi. Yo'q, sajda qilmayman dedi. To'g'rimi? Lekin Alloh taolo malaikalarni sajdaga buyurganda sajda qilishdilar. Malaikalar necha marta sajda qilishdi? Biz 2 marta sajda qilyapmiz. Nega? Shayton 1 marta sajda qilishlikka buyurildi-yu, u qilmadi. U qilmadi, ammo biz shukran lillah. Allohga shukr qilib, sen bizni o'zingning o'sha muborakligingga, ulug'ligingga sajda qilishlikka buyuribsan. Ana o shaytoni la'in sen buyurgan buyruqni qilmadi. Ey Robbimiz, mana biz senga 2 marta sajda qilamiz degan ma'noda 2 marta sajda qilar ekanmiz. Shaytonni kuydirib yoqishlik uchun. Ana kim shayton uni dushmani bo'lsa, shaytonni yoqsin. Uni g'azablantirsin. Uni mana shunday azoblasin. Har sajda qilganingizda bilasizmi? Shayton nima qiladi? Har sajda qilganingizda shayton o'sha patini bitta yuladi. Yig'laydi. O'zini chakkasiga urib olib yig'laydi. Meni holimga voy dedi. Men sajdaga buyurildim va unga bo'yin tovlamadim, sajda qilmadim va alayyan nar. Alloh meni do'zaxga olib kiradi. Ammo inson bolasi sajdaga buyurildi, sajda qildi, falahul janna, endi unga jannat dedi. Mana shu tuyg'ularda bo'ling. Sajdaning demak hikmati shu ekan.